bemor 2 soat oldin bassenda ehtiyotsizlik natijasida yiqilib tan jarohatini olgan. Ayni vaqtda bizga travmatologiya bo'limidan tezkor chaqiriq kelib tushdi. Ma'lum bo'lishicha, hozirgina shifoxonaga basseynga borgan vaqtida suvga kalla tashlab, boshi yorilib ketgan bemor olib kelinibdi. Bemor 32 yoshda, shifoxonamizga asosan bosh sohasidan jarohat bilan keldi. Shikoyati bosh aylanish, ko'ngillanish, qayd qilish, umumiy holsizlik kabi shikoyat bilan keldi. Shifoxonaga kelgan paytda bemorning ensa sohasida qon oqayotgan jarohati aniqlandi, boshidagi jarohat tikildi. Uni anamnezdan bemor 2 soat oldin bassenda ehtiyotsizlik natijasida yiqilib tan jarohatini olgan. Bemor shifoxonaga kelganda hamma lozim bo'lgan MSKda tekshiruv qilinib, shifoxonaga yotqizildi. MSKda bosh suyakda sinish, miyaning ichiga qon quyilish belgisi aniqlanmadi. Lekin bemorda umumiy simptomlar kuchayganligi, dinamika kuzatilganligi sababli davolash uchun bosh miya chayqalish tashxisi qo'yilib, bo'limga yotqizildi. Bugun tungi navbatchiligimiz davomida basseynga borib jarohat olgan 3 ta bemor holatiga guvoh bo'ldik. Hurmatli fuqarolar, siz ham cho'milish havzalariga borganingizda ehtiyot bo'lmasangiz, bugungi bemorlar holatiga tushib qolishingiz mumkin.